Assalomu alaykum azizlarim. Kecha chiqargan videomdan keyin ham juda ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Shularning ichida mana shu kommentni yozgan opa ham bor ekan. Bir opa yozibdi: "Singlim, uy tozalashlaringizda alohida video qilib chiqaring. Sizda shunaqa videolaringizni yaxshi ko'rardim, chiqarmay qo'ydingiz" debdi. Bundoq o'tib qarasam, u opa ham menga obuna bo'lmagan ekan azizlarim. Obuna bo'lib kuzatishda davom etingizlar. Bundanda qiziq, bundanda yaxshi nima deydi, manfaatli bo'ladigan videolar chiqarishga harakat qilaman azizlarim. Men ham zerikkanimdan yoki ishim yo'qligidan bu kontentni chiqarishni boshlamaganman. Mana ayvon supurayotganimda o'g'lim yig'ladi, eshikni yopib qo'ydim, rosa yig'ladi. Mayli deb ochgandim, ayvonga oyg'alan chiqib ketdi. Ana shunaqa hodisalar ham bo'lib turadi. Bu ishlarni men zerikkanimdan qilayotganim yo'q. Ikkita farzandimni oyoqqa turg'izish uchun, ikkita farzandimni halol mehnatda boqish uchun, faqat bolalar nafaqasiga qiynalib qolganligim uchun mana shu Instagram yuritsam, ozroq reklamalar tushib, nimadirlar qilsam, bolalarimda yaxshi yedirib, ichirib, kiydirib, katta qilaman halol yo'lda, Alloh yo'lida deb mana shu kontent chiqarishni boshlaganman. Sizlardan so'raydiganim faqat obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turingizlar azizlarim. Boshqa hech narsa so'ramayman. Nimaga so'rasam Allohdan so'rayman. Sizlardan so'rayotganim faqat obuna bo'lib, qo'llab tursalaringiz, bundanda qiziq kontentlar chiqarishga harakat qilaman. Barchalaringizga rahmat.